3ning darajasida 200 sonini 8 ga bo'lgandagi holdan toping. Demak, bizda shu qoida bor edi. Demak, a ni n'inchisi ko'paytirilgan m'inch darajasi va uni qavs darajasi ko'rinishda olsak bo'laverardi. Demak, 3ning darajasida 200 sonini 8 ga bo'lgandagi holdan toping. Biz almashtirish kiritib olamiz. Demak, 3ning darajasida 2 ko'paytirilgan 100 qilib olsak bo'ladi. Taqsim 8. Buni ham mana. Demak, bu ko'rinishda o'zgartirgan bo'lsak, 3ning kvadrati darajasida 100 taqsim 8. 3ning kvadrati demak 9 bo'ladi. 9ning 100-darajasini 8 ga bo'lgandagi holdan toping. Buni ham qarab turgan bo'lsak, 9 degani nima degani? 9 ni bitta 8 ga bo'linadigan, ikkinchisini bo'lmaydigan songa ajratib olamiz. Demak, 9 ni 8 qo'shilgan 1 qilib olsak bo'ladi. Buning 100-darajasi taqsim 8. 8 ga bo'linadigan sonni har doim o'chirib tashlaymiz. O'chirib turgan bo'lsak, demak nima qolyapti? 1 ning 100-sini 8 ga bo'lgandagi qoldi. 1 ning 100-si 1 ga teng. Mahrajda 8. Demak, 1 ni 100 ga 8 ga bo'ladigan bo'lsak, qoldiq 1 bo'ladi. Qoldiq har doim suratda bo'ladi.